100 yillik Marafon. Апторы مايكىل Pillsbury. İkinci bab ئۇرۇشقاق بەگلىكلەر. Birinci qism. Tangri qutdanqınının iğirliqini so'rashqa texi bəkli baldır. Əminiyyə tarixidən. Xitay tarixida 1492 yılı yoki 1776 yılı degandek yaqin tarixlarla mavjud emas. Xitayning tarixiy yilnomlari 3000 yildan ortiq tarixga ega. Xitayda ىبراھىمغا va'da qilingan zimin afsonasiga o'xshash yoki mustaqillik e'lon qilinishning qisqali paytda qabul qilinishiga o'xshash davlat qurish hikoyasi yo'q. Aksicha, Xitoyning tarixi muayyan jo'grafiyalik chegaralardagi urush va raqobatdan iborat bo'lib, u chegaralar sharqdagi bepoyon okean, shimoldagi bezor qilarliq cho'lliklar va g'arbdagi osmon palak tog'lardir. Xitoyda ko'plagan sulolalar va podsholar almashib turdi. Xitoylarda sulolalar va podsholarning kelib ketishiga 1000 yil ketidi deydigan ko'z qarash bor. Henry Kissingerning bayon qilganidek, Xitoylarning vaqt qarshi Amerikaliklarning vaqt qarshi bilan o'xshamaydi. Xitoylar biror voqeani bayon qilsa, uni palonchi asrda yuz bergan deb bayon qiladi. Xitoyning 14 sulolasidan 10 sulolasining har birining umri butkul Amerikaning tarixidan uzun. Xitoy qattiq qo'llari o'zlarining uzun va murakkab tarixidan ayrilib qolishni xohlamaydi. Aksicha ular Marafonda yengib chiqish uchun tarixdagi g'alaba va mag'lubiyatlardan saboq yakunlaydi. Xitoy qattiq qo'llari tarixdagi muhim davrlar haqida kitoblarni yozgan bo'lib, bu əminiyyət davri və ұрışqaq bəgliklər davri deb atalgan 500 yillik siyasi körəş davamlaşqan əsrlərdir. Bu davrlar bolmasa, Xitay pişib yetilməyən buladı. Miladidan burunqi 475 yildan başlanğan axırqı 2,5 əsrlik ciddiçilik davri 7 ұрышқақ bəglikning Çin sulalisi tərəfindən birləşdiriliş nəticəsində ayaqlaşdı. China degan söz Çin nomidan kelgan. Yuqorqi ikkili davr shu davrning atamanlari orasidagi siyosiy kuchlar, qiltaqlar, aldamchiliklar va ularning qo'zg'agan urushlari sabablik balo qazoliq davrlardan bo'lgan. Bu davr kuchliklarla put dasab turalaydigan shafqatsiz davr bo'lgan. Bu chog'dagi atamanlar bir-birini yo'qotish uchun o'z oldiga ittifoqlarni tuzgan. Hammasilar mutlaq hokimbek bo'lishni ko'zlagan. Əminiyyət davrida 5 hokimbek o'ttirg'i chiqib tushgan bo'lib, oqibatda ұрышқақ bəgliklər davrida 2 guruh bo'lib, o'zaro raqobatga tushgan. Xitoy qattiq qo'llari yuqorqi ikkili guruhdan o'zlariga kerakli saboqlarni yakunlagan. Beijingdagi Xitoy qattiq qo'llari ұрышқақ bəgliklər davridan muhim taktikalarni yakunlashgan bo'lib, bu taktikalar Xitoyning bugungi strategiyasini belgilashida muhim rol o'ynamoqda. Biroq Amerikaning Xitoy siyosiy komiteti bu nuqtani texi amdilardan his qilib yetdi. Shundaqla bu nuqta Amerika hukumatida kengri qabul qilingani yo'q. Xitoyning strategiya tushunchasi haqida necha 10 yillardan beri hech nima bilmay yurishimizning badali yuqori bo'ldi. Bu xil bilmasligimiz
tamamen galvangdek göründiğen Xitayga ahmaqlarcha yol qo'yishimizga yo'l ochdi. Shu narsa aniqki, Amerikaning Xitoy strategiyasini bilmasligi, bu xil bilmaslik G'arbda keng tarqalgan, oz deganda ikki jihatdan o'z ifodasini topgan. Birinchidan 17-asrdan boshlab zamonimizgacha bo'lgan davrlarda Xitoyni ziyorat qilgan Xitoyshunoslar, din tarqatquchilar va tadqiqotchilarga amaliyotda saxta Xitoy tarixi sunildi. Ya'ni Xitoy taraf Xitoyni tinchlikparvar kulturiga ega qilib ko'rsatalaydigan ko'ngzichilik tonini kiyib, urushqaq bəyliklər davridagi qonliq tarixni ularning ko'zidan neri tutib, ko'pincha ahvolda buningga aloqador manbalarni tamoman yo'q qilib keldi. Ikkinchidan, Xitoy Kompartiyasi mavzudingning 4 konini yo'qitib, 4 yengini ro'yobga chiqarish harakatidan boshlangan madaniyat inqilobi orqali uzoqdan beri davomlashib kelgan Xitoy an'anasini, madaniyatini, ideyasini va odatlarini yo'q qilish va o'chirib tashlash yo'lini ochdi. Shundaqla bu orqali keng G'arb dunyosining Xitoy Kompartiyasidan burunqi o'tmishidan butunlay xo'shlashish yo'liga mangdi degan xulosaga kelishiga muvaffaq bo'ldi. Amerika siyosat belgilgüchilari barg'ancha to'nib yetayotgan reallik shuki, Xitoy siyosatining yadrosi urushqaq bəyliklər davridan elingan savoq taktikalarni markaz qilgan. Şunlaşqa Xitaymı yaqindan buyan buningga, ya'ni urushqaq bəyliklər davrida qo'llanilgan siyosatni qo'llanishda oshkor qadamlarni olmoqda. Dastlabida bu qadimiy savoqlarni faqat Xitoy qattiq qo'llarla tilga elishatdi. Bu haqda Xitoyda tunji nashr qilingan kitob materiallar 1990-yillarda o'ttirg'a chiqdi. Xitoylar Amerika istixborot tarmoqlari Xitoylardan egilagan axborot va harbiy ta'limotlarga oid muloyizalarda urushqaq bəyliklər davridagi voqealar va aqliya so'zlarni tilga elib kelmoqda. 1991-yili Xitoy rahbarlari urushqaq bəyliklər davriga oid bo'lgan Taoguang Yanghui degan aqliya so'zni yoshirin holda qo'llandi. Bu jumlani o'z ichiga olgan hujjat oshkorlanganda, Beijing taraf buni pardozlab, o'z iqtidoringni yoshirib, uni oshkorlama degan ma'noda tarjima qildi. Halbuki bu aqliya so'z aslidagi hukmron kuchni og'dirib tashlab, qonliq qisos elish degan ma'noni ishora qiladi. Amerikadagi nurg'unlagan mutaxassislar dastlabida bu materiallarga ishonmadi. Chunki bu materiallar ularning bu haqdagi bir taraflama qarshiga zid edi. Ular Xitoyning hujjat xarakterlik strategiya niyati. Agarda Xitoy qattiq qo'llarining og'zi yoki qalami orqali ifodalangan bo'lsa, e'tiborga ilinmasligi kerak deb qaraydi. Xitoy qattiq qo'llar bo'lsa, sirtqi dunyo tarafidan markazdan yiroq elementlar deb qaraladi. Xitoyni tadqiq qiladigan olimlarning ko'pchiligi umumiy jihatdan Xitoyning koni o'tmishi uning buguniga ta'sir ko'rsatadi deb qaraydi. Ammo bu faqat majozi nuqtadan shundoq. Halbuki bu olimlar Xitoy hukumatining
qadimki zamandagi Xitoy prinsiplarini ayni paytda qo'llangan maxfiy plan xarakterlik dokladlar bilan uchrashgan emas. O'xshashla ayni chaqda Xitoyda yuqori huquq tutib, keyin Xitoydan yuz o'rgan amaldorlar bilanmi yuz ko'rishib baxmagan. Xitoy armiyasi va Xitoy bexatarlik amaldorlar bilan bo'lgan 40 yillik munosabatim meni Xitoy masalasi jihatda xizmatdoshlarim bilan zid ko'z qarashga keltirgan bo'lishi mumkin. Men hozir Xitoy qattiq qo'llarini, ya'ni Xitoy siyosatidagi yadroliq iqim deb qarayman. Xitoy mo'tadillari ba'zida Xitoy qattiq qo'llarga yavaşlıq bilan taslim bo'lganda ko'rinadi. Ular partiya intizomi ostida qattiq qo'llarning kuchayotgan ta'siri to'g'risida hech nimani oshkorlamaydigandek turdi. Men Xitoydan yuz o'rgan sobiq amaldorlarning tavsiyasiga asosan Xitoyning oldingi qatordagi generallarining va strategiyachilarning urushqaq bەgلىكلەر davridan qandaq taktika o'rganish va uni bugungi Xitoyning dunyo xo'jasi bo'lish uchun qandaq tatbiqlash to'g'risidagi avomdan maxfiy maqolalarni o'qishga boshladim. Bu orqali shuni o'rgandimki, urushqaq bәgلىكلەrdagi zihniyat uzundan beri Xitoy rahbarlari orasida hukmron o'rinda ekan. Amerika hukumat amaldorlaridan birining 1995-yildagi Beyjingga qilgan ziyoratida Xitoy hukumatining boshqurishidagi avomga yepiq kitoblarni aralash fursatiga erishdim. Bu mening avomga setilayotgan kitoblarning avtorlaridan ba'zisi bilan suhbat o'tkazishimdan keyin bo'lgan edi. Xitoyning bu xil kitobxonlardagi kitob maqolalarda o'zlarining necha ming yillik muvaffaqiyati va urushqaq bәgلىكلەر davridagi yuksalgan kuchlarning mag'lubiyatlari mazmun qilingan. 1990-yillarning o'ttirlaridagi yangi va yorqin yuzlanishlardan beri Xitoyda urushqaq bәgلىكلەر davridan savoq yakunlashga boshlagan avtorlarning ko'payishi bo'ldi. Bularning eng avangardi general Libinyendir. Xitoy generallaridan 30-i urushqaq bәgلىكلەر davriga aloqador klassik asri Sönzi hərbiy dasturini o'zi uchun xizmat qildirish uchun necha yilda bir qatim yig'in chaqiratdi. Men 5 burchaklik binoga tava olim bo'lish salohiyatim bilan mundaq yig'inlardan 3-ga qatnashishga taklif qilingan edim. Xitoy qattiq qo'llari meni Amerika bexatarlik tarmoqiga tava qattiq qo'llar qo'lg'uchisi sifatida ko'rib muomala qildi. Ular meni urushqaq bәgلىكلەر davrining taktikalarini biladi deb qolgan edi. Ayni vaqtda bu ularning xato farzi bo'lsa-mu, keyin rostga aylandi. Bundaq yig'inlar bugungacha davom qilmoqda. Men 2013-yili oktabrda Xitoyning harbiy kitobxonasini ko'rib, ikki ishdan hayron qoldim. Biri bu yerda Xitoyning qadimki tarixiga oid savoq xarakterlik materiallar ilgirki va qandaq chog'dagiga qaraganda ko'p edi. Men harbiy amaldorlardan biridan bu kitobxonaning munosabatlik o'rinlarida faqat Xitoy harbiy amaldorlari uchunla deb belgi qo'yilgan texmi ko'p tarixiy materiallar bormi deb so'rganimda u chaqchaq aralash. Shundaq, bu kitob materiallar chet elliklar uchun hozirlangan emas. Chunki chet elliklarning kitob materiallari bak konkret. Hamma gap ochiq davitilgan deb javob berdi. Men bu harakatni,
ya'ni Xitoy qadimki tarixidagi taktikalarni o'zi uchun xizmat qildirish harakatini 20 yil avval qo'zg'agan avtorlarning kollektiv bo'lib tashkillanganligini va tadqiqot guruhi bo'lib uyushganligini bayqadim. Bu xil guruhlarning tunjisi 1996 yil tashkillangan bo'lib, eng keyingisimi 2012 yili o'ttirg'i chiqdi. Bu turdagi tadqiqotlarni boshlagan polkovniklar, general, dengiz armiya qo'mondoni qatorliq rahbarlik o'rinlariga o'stirildi. Buningdan sirt, amdilikda yangidan sapga qaytilgan yoshlar bu xizmatni yuritmoqda. ئۇرۇشقاق بەگلىكلەر دەۋرىنىڭ ھىيلە نەيرەڭلىرى ھېچ قاچان ئىنگلىزچىگە تەرجىمە قىلىنىپ باقمىغان رىۋايەتلەر توپلىمى بولۇپ، بۇ ئەسەر خىتايدا ناھايىتى مودا بولغان ۋە كۈچلۈك تەتقىق قىلىنغان. بۇ ئەسەر ئىنگلىزچىگە تەرجىمە قىلىنغان تەقدىردە كۆپلىگەن ئامېرىكىلىقلار خىتاي رەھبەرلىرىنى ۋە بۇ رەھبەرلەرنىڭ Xitoy tarixidagi ashu buhronliq davrdan o'rgangan dars, taktikalarga asoslanib, so'zlayotgan chog'dagi niyatini yaxshi tushunib yetgan bo'ladi. Xitoy o'quvchilarga urushqaq bәгликләргә oid darslar o'rgatiladi. Bu turdagi darslarning ko'pinchisi davlatni idora qilish qo'llanmasi hisoblangan ئۇرۇشقاق بەگلىكلەر دەۋرىنىڭ ھىيلە نەيرەڭلىرىدىن ئېلىنغان. خىتاينىڭ بۈگۈنكى ھەربىي ئالىملىرى ۋە سىياسىي پەلسەپىشۇناسلىرى ئۇرۇشقاق بەگلىكلەر دەۋرىنى خىتاي دەۋرىدىكى باشقا ھەر قانداق دەۋردىكىدىنمۇ بەك ئەسلىشىدۇ. 21 خىتاي گېنېرالىدىن تەشكىللەنگەن bir komitet Qədimki Xitay tarixidan savaqlar nomidagi 9 tomliq yurishlik kitobning nashr qilinishiga yetakchilik qildi. Bu kitoblar urushqaq bәгликләр davriga oid. Kunimizda Xitoy hukumatining arxiv hujjatlarida qo'llanayotgan aqliya so'zlarning nurg'uni urushqaq bәгликләр davridagi jidal yig'iliqlarga munosabatlik. Бүгінгі Xitoy rahbarlari qo'g'lashayotgan, shundaqla necha 10 yillardan beri ilgari surib kelgan Marafon strategiyasi umuman Xitoy qattiq qo'llarining urushqaq bәгликләр davridan o'rgangan tajriba saboqlarining yakunlaridan iborat. Xitoyning 100 yillik Marafon strategiyasini tashkil qilgan 9 prinsip bor bo'lib, bular tuvandikilardan iborat. Birinchi, raqibini ko'ranglitish orqali uningga shapi berib qo'yishdan saqlanish. Xitoyning strategiya tushanchisida Amerikaga o'xshash kuchli dushmanni hargizmo muddatdan avval g'azablantirib qo'ymaslik. Aksicha, haqiqiy g'araz toki hujumga o'tishning eng yaxshi payti yetib kelmaguncha tamoman yoshirilishi kerak degan narsa bor. Ikkinchi, dushmanning maslahatchilarini o'z foydasiga ish qildirish. Xitoyning strategiyasi raqibining liderlik apparati atrofidagi ta'siri cho'ng maslahatchilarni qo'lga keltirish orqali dushmanining uyini o'zining uyi holiga keltirishni ta'kidlaydi. Bu xil tirishchanliklar uzundan beri Xitoyning Amerika bilan bo'lgan munosabatlardagi alohidalik bo'lib keldi. Uchinchi, g'alaba kelguncha 10 yillab, hatto uningdan uzun vaqt sabrchan bo'lish. Urushqaq bәгликләр davridagi hal qilg'uchi g'albalar hargizmi tezlik qo'lga kelgan emas. G'alba ba'zida paxas bo'lib ish ko'rib, sabr bilan kutish natijasida necha 10 yillar o'tgandan keyin qo'lga keladi.
Бүгінгі Xitay rəhbərləri bu saqlaş oyununu oynағанға толымы xoşal болды. 4. Strategilik nişanға yetiş üçün düşmanның paydalıq ideya və texnikalarını uğurlaş. Ғәрбнің qanuni çəklimələri və qanun nizamlar tərəfindən təslikdə tosub turuluyatqan Xitay strategilik mənfəət cəhətdəki uğurluqlarını ochiq-oshkora qabul qilmoqda. Bu xil uğurluq nisbatan oson, unumlik tannarx vositasi bilan ta'minlaydigan bo'lib, bu orqali ojiz davlat kuchli davlatning kuchini egallaydi. 5. Harbiy kuch uzun muddatlik raqobatda yengib chiqishdagi hal qilg'uch omil emas. Bu taktika Xitoyning nima uchun texmi kuchlik armiya qurib chiqish uchun texmi ko'p boyliq manbasini sarf qilmayotganligini qisman holda tushuntirib bera oladi. Xitoyning strategiyasi qo'rqinchli kuch to'plashdan bakrak, dushmanning ojiz nuqtalarini nishonga elish orqali vaqt jihatdan utishni targ'ib qiladi. 6. Bilish kerakki, hukmron kuch o'z hukmronlik o'rnini saqlash uchun jiddiy, hatto qop yuraklarcha vosita qo'llanadi. Hukmron kuchning qad ko'tarishi va yimirilishi balki urushqaq bәглікләр davridagi hal qilg'uch alaydilik bo'lishi mumkin. Xitoy strategiyasida hukmron kuch, bugungi hukmron kuch Amerikadir. Boshqa davlatlarga selishtirganda o'zining kuchida tushish ko'rilayotganligi uchun kuchiga jimjit holda kirmaydi. Ya'ni bu xil ojizlashishga jimjit qarab turmaydi deb qaraladi. Xitoy strategiyasida yana hukmron kuch mutlaq holda barcha real va yoshirin xiristlarni yo'q qiladi deb tushuniladi. 7. Shuni hargiz esingdan chiqarma. Shu uqumi to'g'riliq keyingi bayonlarimizda tafsiliy to'xtalamiz. Bu yerda shu uqumi ikki jihatdan Xitoy strategiyasidagi muhim nuqta ekanligini deb o'tishimiz yetarlidir. U bo'lsa-mu vaqt jihatdan utish uchun boshqalarni aldash, yana biri zarba berish uchun eng yuqori fursat paytini kutishdan iborat. 8. Boshqa yoshirin raqiblarga selishtirib, o'z ahvolini bilish uchun mezon belgilash va qo'llanish. Xitoy strategiyasi harbiy jihat qilib eslab olmasdan ham tinchlik davrlarida, ham urush davrlarida o'zining nisbiy kuchiga intayin ahamiyat berdi. Buningga selishtirganda Amerika azaldan bundaq qilib boqqan emas. 9. Başdan oyoq hushyorlikni saqlash. Boshqalarning tarafidan qo'rshovga elinishdan yoki aldinishdan saqlanish. Xitoy rahbarlari qon qiyniga singib ketgan tarsaliq hissiyoti bilan shundoq deb qaraydi-ki, Xitoyning barliq yoshirin raqiblari Xitoyni bo'zaq qilayotganligi uchun Xitoy cho'qim o'zining qo'sh o'lchamlik vositasi orqali buningga inkos qaytarish kerak. Vahshiylikda uchiga chiqqan urushqaq bәглікләр davrida mard va samimiy liderlar faqat jangda mag'lubiyatga uchrab qolmay, tamoman halok bo'lgan. Balkim Xitoyning strategik jihatdagi eng cho'ng qo'rqinchi qo'rshovda qilish bo'lsa kerak. Xitoyning qadim o'yinlaridan hisoblangan qorshov shaxmatda
rəqibiniz tərəfindən qorşavğa elinishdən saqlanışınız kerak. Buni ro'yobga chiqarish uchun mas holda dushmaningizga tozaq qurishingiz va uning to'ziqiga tushib qolishdan saqlanishingiz kerak bo'ladi. Kunimizda Xitoy rahbarlari qo'rshav shaxmatga o'xshash raqib davlatlar muqarrar holda bir-birini qo'rshavga oladi degan ideyada ish yurgizayotdi. Xitoyning Marafon strategiyasidagi eng muhim omillar armiya sohasidagilar tarafidan bo'libmi Xitoy qattiq qo'llar tarafidan tuzilgan. Xitoyning 1920-yillardan boshlangan Xitoy kommunistik hokimiyatidan avvalgi xalq armiyasi andisiga asosan Xitoyning yuqori darajalik harbiy xodimlari avam strategiyasi planida muhim rol o'ynashi kerak deb qaraladi. Buning Amerika siyosati bilan qanchalik darajada zo'r farqqa ega ekanligini his qilish uchun Amerikadagi oila plani, boj, iqtisodiy siyosat degandek umumiy ommaviy sohalardagi liderlar deb qaralgan shaxslarni generallar va dengiz armiya qo'mondonlarining o'rniga 5 burchaklik binoga akirib qo'yganligi faraz qilinsa bo'ladi. Yana Amerikada Oliy sud mahkamasi bilan mustaqil taftish mahkamasining yo'q ekanligini faraz qilsangiz, Xitoyda bu organlar o'z oldiga emas, kompartiyaning og'ziga qarab ish yurgizadi. Bizning harbiy rahbarlarimizning ma'lum doirada cheklangan ta'siri bilan Xitoyning harbiy rahbarlarining toki 1949-yildan bugungi davlat miqyosida eng ustun maslahatchilik rolini o'ynab kelayotganligi orasidagi osmon zimin o'xshamaslikni bayqaysiz. Yangi zamondagi Xitoyning tunji qitimliq tashqi ishlar ministri general edi. Biz amdilikda Henry Kissingerning aslamasidan shuni uqdikki, Xitoyning Amerika bilan munosabat o'rnatish qarori Xitoyning xalq rahbarlari tarafidan emas, 4 Xitoy generalidan tashkil topgan bir komitet tarafidan chiqarilgan ekan. 1979-yilda bo'lsa, Xitoyning qurol yaroq loyihalaguvchisidan biri bir farzandlik bo'lish siyosatini tadqiq qilib taraqqiy qildirdi. 1980-yili Xitoy Xalq ozodlik armiyasining dangliq institutlaridan biri bo'lgan Harbiy armiya ilm-fan akademiyasining harbiy yozuvchisi. Xitoyning Marafon strategiyasini yo'lga qo'yish va davomlashtirish jarayonidagi taraqqiyot va ilgirlash ahvolini o'lchaydigan bir xalqaroliq o'lcham sistemasini o'ttirg'a qo'ydi. Xitoydagi strategiya to'g'risidagi eng mashhur kitoblardan biri Harbiy ilmlar akademiyasining avtorlaridan biri yozgan Muhim strategiya degan kitobdir. Xitoy generalidan biri Xitoyning energiya manbasini boshqarish uchun bu haqda strategiya belgilagan. Xitoyning uzun muddatlik harbiy ilm va texnologiya plani 1986-yili Xitoy qattiq qo'llariga mansub bir guruhga atom quroli olimlar tarafidan belgilangan. 1970-yil iyunda Xitoyni tadqiq qiladigan boshqa mutaxassislarga o'xshashla yuqorida deyilganlarning hech qaysisidan xabarim yo'q edi. Men shu yili iyunda Tayvan davlatlik universitetiga doktorlik o'qishiga tanlangan amerikaliklar tizimligiga kirgizildim. Bu mening Xitoy madaniyati va tarixiga tunji rat qadam besishim edi. Tadqiqot hayotimning 2 yili
Xitayning madaniyat tajovuzchiligini tadqiq qilish bilan o'tdi. Men Tayvanda, Tayvanlik Xitoy oilasidan biri bilan yaşadım. Her kuni bir kichik zalda darslarga qatnashdim. Darsga 4 o'qituvchi ichidagi kun bo'yi navbat bilan darsga qatnashadigan o'qituvchilardan biri bilan qatnashdim. Dars bir yurish darslik kitobni asos qilgan bo'lib, Xitoyning eng yaxshi klassik tarixiy deb qaraladigan bu darsliklarni Xitoy o'quvchilari bugunga qadar o'qiydi. Men bu til darsliklarida o'qigan aqliya so'zlar va hikoyalarning hammasi Xitoylarning qanday qilganda eng yuqori chekda dunyoni tushuna olishini asosiy mavqe qilgan. Bu vajidan bu darsliklar Xitoyning ideyasi, tarixi va dunyo qarshini tushunishimdagi panjara bo'lib qolgan. Bu darsliklar shuningdan keyingi necha 10 yilda o'zim cheksiz huzur olgan bilim manbasi bo'lib keldi. O'qituvchilarimiz Xitoy an'anasini, xayr-suyarlik va samimiyatni chiqish qilgan qo'ng'ichilik dunyosi bilan urushqoq bەgلىكلەر davri zo'ravonlarining shafqatsizlik dunyosidan iborat bir-biriga zid ikki kategoriyaga ayirdi. Biz Xitoyning tarixini xuloslash uchun Xitoyning mono aqliya so'zini yodlab olgan edik. Ya'ni vayru neyfa. Sirtqa shafqatlik, ichiga shafqatsiz bo'l. Апторның ta'biri o'z beti tarjim qilindi. Davomı бар.